Bismillahirrahmanirrahim deb boshlab olamiz. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, bormisizlar, omonmisizlar? Bugungi sanamiz 3-may 2026-yil Jizzax Chorva bozoridan xudo xolasa videoni ko'rasizlar. Akalarim, ukalarim, voy Rossiyada ishlamayapti deysizlar. Rossiyada ishlab ekan. Ana odam yozyapti, ukajon, biz san Rossiyadan ko'ryapmiz. Rahmat. Rossiyani falon joydaman, bunday joydaman deb yozishyapti. Akalar paddeshkani qilib qo'ylar, xudo xolasa biz xursandmiz. O'sha gap. Podpiska, like, gumbur qasib quruqsalaring xudo xolasa chiqaramiz. Bugun ob-havomiz sal injiqroq, ana qaranglar. Ob-havomiz bugun yomg'ir yog'adigan shashti bor. Samarqandda 2 kundan beri ko'rdilaring. Qanaqa havo bo'layotganini, bugun Jizzaxda yomg'ir jala bo'ladi soat 1 dan keyin. Shuning uchun moshin bozorimizni ham, mol bozorimizni ham shuncha tez video qilishga harakat qilamiz. Oho, bugun qo'y bozor rosa avjida. Qo'y bozor mana shu yergacha mana qaranglar, zatarin demibdi akalar, tiqilib kelgan odamlar. Qo'y bozor avjida. Bu yerda ham video olamiz, bu tarafda ham video olamiz nasib bo'lsa. Ketdik. O'sha gap. Sizlar paddeshka bilan gumbur qasib quruqsalaring. Mana ona bola sigirlaring bo'sh to'ramiz. Mana bosamiz. Xo'p, aytiladigan narsalarni aytib bo'ldik-a. Kimga qiziq bo'lsa, uydan sotilayotganlardan ko'rsatyapmiz akalar. O'sha gap ko'rib bitta like bosib fikr yozib keting. Uydan sotilayotganlar ham akalar pulidan o'tib beradi baribir. Bilasizlar, bizning o'zbekchilik. Ukajon, bular shuncha deb qo'ysa ham baribir bizga ukajon, qimmat debsan, shuncha o'tib ber deyishadi-ku baribir. Chunki sotarma odam qimmat sotsam deydi, olarma odam arzon olsam deydi. Shuning uchun uydan qo'yilayotganini ham ko'rib turib, paddeshka qilib gumbillab tursalar ham qolganimizni davom etamiz. Ketdik. Boshladik akalarim. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Boya salomlashganmiz, endi bilasizlar, salomga urgan qo'yganmiz. Ketdik. Qo'y qo'chqorlarga o'tdik, xudo xolasa. Soatimiz 7:30 bo'ldi akalar. Nasib bo'lsa, qo'y qo'chqorlardan ko'rsatib o'taveramiz. Sotildimi? Assalomu alaykum. Qancha qildi? Bunaqa turing. 12:30 ga. Tushunaman buni. Ishak. Barakasini bersin. Rahmat. 12,5 million ishak. Mana sizga. Dum bosaymi? Ya, unaqa yotib qolmagansiz. Barakasi bor ekanda bitta lekin bersin. Aka, pishtamashi buni, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Bitta. Qanchaga? 130 so'yib olishgan. Taroziga 130 dan, ha? So'yib olishgan, ha, bo'ldi. Barakasini bersin aka. Zo'r. Barakasini bersin. Ichkari kimdan ichkari? Ichkari. Assalomu alaykum aka. Charchamaysiz, aka. Assalomu alaykum. U tarafda bo'ladimi? Sizdanmi? Assalomu alaykum. Narxini aytib oling. 6,5 aka diqqatchi, odam 7,5 bekka. Ya, pelisini qilamiz-ku baribir, ha? Kartochkadek ham. Ha, akajon. Bitta kartochkangizdan, polizingizdan bersangiz, men uyga olib ketsam bo'lmaydimi, akam? Assalomu alaykum. Charchamadingiz? Sog'lik yaxshi. U tarafsizmi? U tarafdanizmi? Kim bilan gaplashamiz? Akam bilanmi, sizlarmi? Farqi yo'q, ukacha bo'ladi. Ukangizmi? Akam, assalomu alaykum. Keling, o'zingiz ko'rsating, men bexijolat. Nechta bor? 35 ta. 35 ta. Qo'zi qo'chqorchalar bor, ha? Yashang. Ana sizga ichkari bu taraf, akalar, bu taraf. Aka, ya'ni qanchadan endi 6,5 qimmat aytdilar-ku. Ya, bozor 6,5 ni o'zimiz aytyapmiz. 5 million 600 mingdan savdo bo'ldi. 5 million 600 dan. Yo'q. Bittasini sotdik, 6 millionga sotdik. Pochinga deymiz-ku? Ha, pochinga deymiz. Yashang. Bular ham qayerdiki bu? O'zimiznikimi bu? Ana endi ana Omonkellardan chiqqan. Ha, Omonkellarnikimi? Yashang, ana Hisori deymiz-ku. Tunchular o'shanga tortyapti-da. 5 million 600 dan yo'q. Ana sizga. Bo'mi yana davomi? Bor, ko'p. Bilaman, endi Omonkellarda ko'pligini bilaman. Endi mana biz obunachilar bilakkanlar bor, bilmayotganlar bor. Dehqonchilik. Nechun o'rtada emassiz? Yo'q. Kim yeri? O'zingizniki. Salay turardingiz-a? Yashang. Ana bobomi yerda bordi-ku, hozir otlar ismi kelmayapti-da, bobomi. Hasanboy hoji bor. Ha, shu yerda katta bobom bor o'sha yerda. Yashang. Xo'p, qaranglar akalar, bunaqa narsa. Endi Salayda o'zi aka respublikada, endi O'zbekiston deylik. Menimcha ko'p joylar bilmasa kerak, ana Salaylar akalarimi ana chorva bilan polni shug'ullanishini. Bilmaydi Respublika ko'plar bilmaydi. Bilsa Samarqand biladi, Sirdaryo biladi, to'g'rimi? Toshkent ham biladi. Ha. Endi Toshkent menimcha ana qo'sha aka qo'ylar ketadi-ku, o'rniga restoranlarga. Xo'p, akalar qaranglar bunaqa narsa. Bilmaganlar uchun, vodiylar akalarni balkim bilmasizlar. Salaylar akalarim bor Jizzaxda. Chorva bo'yicha nomer ading. Chorva deysizmi, ishlab chiqarish deysizmi, nomer ading. Ana shu akalarim mahallani mol qo'ylari bo'ladi. Ana undaqada Omonkeldida, ya'ni Kulda bilasiz, ana shu Kulda atrofida akalar yerlari bor, ana shu yerda qo'ylari bo'ladi. Yana qiziqqanlar bo'lsa, aka nomerini qoldiraman. Tirikchilik emas, ya'ni o'zlariniki. Kelasiz, ko'rasiz, qolganini o'zlaringiz ustida gaplashib olaverasizlar, bexijolat. Ayting nomer. Ishlagan faqat nomer aytasiz. 90 265 90
90 olmuş. Telefon qiling tusha olmasangiz SMS yozib qo'yasizlar. Sababi bular shu dalaga ketib qolsa, telefonlari ishlamay qoladi yoki Telegramda yozasizlar. Aka, yana bo'ran davom qilib olasan. Barakasini bersin. Telefon qilasizlar. Akajon, o'zingiz turing, salomat bo'ling. Nomeringizni qoldirdim. Qarang, bunaqa narsa. 10 ta olsa ham, 100 ta olsa ham bari sotib bergan odamga chiqarasiz o'rtada dallolga. Men o'sha dallol bo'laman. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin. Manga beradigan bo'ldi. Obunachingizga 200 mingdan o'tib beraman. Xudo xolasa, qarang. Pulni kelishasiz baribir. 200 o'tyapsiz, menga o'tmadingiz. Qarang, endi biz 100 ta 230 o'ramizda biz. Qarang, amaki, bunaqa narsa. Menda antina yo'qda, mana Aka, bir narsa. Bizdan kelganga odamga 200 ming. ish turing. O'tib berasiz pulini, mayli. Qarang, pulni o'tib berdingiz, yana bir menga ham chiqarib berasiz. Bar o'rtada odamga chiqarasiz. Men bitim bizaka so'raman men haqqimni. Sababi menga berayotgan haqqingizni o'sha odamga berasiz. Maylimi? Rozimisiz? Akalar, kelib shu akadan oladigan bo'lsalaring o'sha gap. Uyalmasan so'raylar beg'ina. Aka, barakasini bersin. Yig'ini telefon so'raverasa, bexijolat. Ana bularni ko'rsatamiz. Aka, nima qildi bular? Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? So'rashdimi? Necha puldan? Ikkita sariq 7 mingdan. Mana ikkita sariqni 7 dan bermadingiz. Aha, bularni-chi? Bularni Hali so'ramadi. Quyuq-suyuq so'rashmadi hali. Barakasini bersin. Hali qo'zak hammasi. Hali qo'zilar. Barakasini bersin. Aka qancha so'radi? 7 ming 200 ming so'radi. 72. Hali chorimi? Ha, o'sha. Endi so'ramoqchi. Choriga endi chiqibdi. Barakasini bersin deymiz. Assalomu alaykum. Amakijon, yaxshimisiz? Yaxshimi? Tinchmisiz? Omonmisiz? Nima bo'ldi? Qo'ylar. Olindimi? Qaysi pul? 12,5 million sotilgandi. Tushurdingmi? Yo'q-da, hali o'tirmadim-da. Yo'q, ketdik-ku mana. Yo'q, o'tirmadim hali. Aka, bo'pti. Barakasini bersin. Qanchaga tushdam aka? Ali qildingizmi? 6. Telefonli Barakasini bersin. 6 millionga. Sal narx oshib qopti. Qo'chqorlari ham narxi oshibdi. Assalomu alaykum. Kim bilan gaplashamiz akam? Egalar kim? Amakimmi? Amakijon, assalomu alaykum. O'zingizni ko'rsatmayman. Narxlarni bilib ketaylik, bitta qiziqda bizga. Ana sizga. Tiktumba ko'p, ha? Qo'chqorlarimiz yashang. Hali qo'zimi? Hammasi zotga. Hali qo'zimi? Yo'q, endi eshakdan Eshakka. Eshakdan cho'g'riga chiqib akalar. Men qo'zi debman bularni, mana qaranglar. Bu hisorimi bular? Hisori. Nechi pul? Nima? Qanchadan bermadingiz? 8,5 9dan bermayapti. 8,5 9 plus minusiga o'ynab turish. Yo'q. Adres qayerda? Shaharda. Zomam shahar. Bormi yana? Allan bolalar sotiladiganlari. Voy, bormisizlar, oy. Yo'q, o'zlariga mumkin emas. Zominli akalarim, Zomam shahar, voy, bormi? Shunaqa katta-kattalari, bundan ham kattalari bor-ku. Akam hozir 8,5 9 dan yo'q debdilar. 9 ga mana bu yo'q. Mana sizga. Ko'ringlar, mana tur shuni. Bular bilasizlar, bular akalar zotga. Barakasini bersin amaki. Rahmat, barakasini bersin. Charchamanglar. Assalomu alaykum akam. Charchamadingizmi? Sog'lik yaxshimi? Nechta bor? Bitta shumi? 8 ta bor. 8 ta. Qani qolgani? Qolgan uyda. Ha, uyda. Hamma shunaqami? Hamma shuna. Qulog'i toza, ha, hammasini. Hammasini qulog'i toza akalar. Qaranglar. Kimdir akalarim bordir, erta bir oydan keyin qurbonlik bilasizlar, xudo xolasa. Hammaga qurbonlikda qo'y so'yish nasib qilsin akalar. Ko'ringlar, agar qiziq bo'lsa, endi olib qo'yaman deganlar bo'lsa yoki boshqa endi bilaman, bozorda ko'rganlar keladi. Bozorda ko'rsangiz, bozorda ko'ring, agar ana bozorga kelmayman deb akalarim bo'lsa, bulardan ko'rsalar ham bo'laveradi. Nima deysiz? Urug'likka, ha, bular. Ha, bular urug'likka akalar. Ana. Bizni videodan ko'rib olinglar, boya hozir akam endi urug'likka debdilar. Urug'likka olgingiz kelsa, urug'likka oling yoki suyishga olamiz deb, suyishga olib bozordan ko'rib olinglar. Ko'rsatamiz. Bir oy akalar hammasini nomerini olamiz baribir. Nima qildi aka bozor? Bozor bir joyda 9 dan so'rayapti. 9 dan bermadingiz. Yo'q. Yashang bermadingiz 9 dan yo'q. Tish buzmagan hali qo'zi bular. Shunaqa ham bo'lardi. Barakasini bersin aka. Qayerda qo'ylari? Xaliyan aka. Yashang. Uyda yana 8 ta bordingizmi? 5 ta bor. 5 ta bor uyda. Nima hammasi bitta olib chiqmadingiz? Bo'libmi? Iplarni olamiz. Yashang. Barakasini bersin aka, barakasini bersin. Zo. Aka, charchamang, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, qaranglar, nomerlarni olamiz anolardan. Qiziqqanlar bo'lsa, boya aytganimizdek, qurbonligiga olaman deganlar bo'lsa, akalar ko'rsatib o'taveramiz nasib bo'lsa. Bo'ldi 17 million so'm bor ekan. Yo'q. Nima? Assalomu alaykum aka. Sog'lik yaxshimi? Assalomu alaykum. Amaga yaxshimi? Assalomu alaykum aka. Nechtasi, nech pulga? Ikkalasi 17 ga. 200 ming so'm sizlar bersizlar. 17 million. Barakasini bersin. Ana sizga. Bir joydan 17 million.
Mana qo'shqonlarimiz. Barakasini bersin. Barakangiz bormi aka? Bor, bunga bu. Bering. Yuring, yaxshilab yuring. Aka bering, qanchalik aytdim boya ber. Hoziroq ham. Adamni ham chala tashladingiz. Ha, yo'q. Takror sizlarni. Aka oldida bomba yo'qmi deb asta o'ylab tashlaydi baribir. Portlab ketmaymanmi deb akam. Assalomu alaykum. Charchamadlaring. Nech pul nima bo'ldi akam? Mana 74,5. Unisi ha, chikkada. O'rtadaymi? Chikkada 74,5. Barakasi bersin. Qolganlariga nima so'rashyapti? Qolganlarga ziyat so'rab 8 ga boryapti. 8 plyus minusdan tishi nima bo'lardi? Chora qo'ylarimiz akalar. 74,5. Ketadiganni ham olib qo'yaylik bitta. Mana. Mana sizga. Barakasini bersin aka. Hali qo'zi ha bu? Hali qo'zi. Ishga o'tibdimi? Bo'ldi. Barakasini bersin. Charchamanglar. Assalomu alaykum. Akalar ko'rsatsam maylimi? Mana shularimiz. Tishi nima bo'ldi akam bo'ladi? Hozir. 2 tish bo'ldimi akam? Nech pul qildi? 12 qildi. Qancha? 12. 12 dan ha? 12 dan akalar, zotga bular. Mana sizga. Qoralar 10. Qorasi qancha? 10. 10 ga. Qorasi 10, bunisi 12. Barakasini bersin. Mana qo'shqonlarimiz akalar. Aka bular nech pul qildi? Assalomu alaykum. 10 million deb. 10 million. Bozor qorali 10. Ha, sho'xlamaydi. Qanchaga deysiz? Donasi 10 dan. O'zingiz so'raganingiz. Bozor nima qildi? Yo'q, bozor so'ramadi hali. Hali qo'zi ha bular? Hali qo'zilar. Akalar bozor so'ramabdi, egalarining o'zi 10 dan so'rab turibdi. Barakasini bersin aka. Ana, qo'ylarni tarozusida. Qo'ylar tarozusida molimiz yuribdi akalar mana. Shuzi 40 kilo. 140 kilo. Har qonni suya tashab qo'ying. Yurmayapti-ku. Bo'ldi aka. 39 baribir aka. Shuzi 39 kilo. Barakasini bersin. Bitadigan narsa bo'lsa, u shatirlab tashlayman men. Shuning uchun vaziyatni qiyinlashtirib tashlayman. Assalomu alaykum aka. Nimani so'radingiz? Qanchaga so'radingiz? Assalomu 6 ta alaykum. qo'chqar 78,5. 78,5 million. Mingdan. Tarozigami? Ha, akaginam. 78 mingdan taroziga. Voy, odam ko'p. Buni o'zini orqasidan ko'rsatib qo'yamiz. Mana sizga. Hozir akajon 1 minut. Mana sizga. Aka tishlari nima edi bularda? Qo'zi. Barakasini. Eshakka o'tibdi-yu. Barakasini bersin. Assalomu alaykum aka. Mayli, assalomu alaykum. Qachon assalomu alaykum. Nima bo'ldi akam bular? Qancha qildi? 6,5 qildi. Aha. Bunisini 7,5 qildi. Bunisini 7,5. Bu tish buzgan ha? Bu hali qo'zi. Yo'q, bunisi tish buzgan endi bunisi. Bunisi qo'zimi? Bunisi tish buzganmi? Mana juni aldabdi-da. Barakasini bersin, rahmat. Barakasini bersin. Qo'ydi baribir hidi bo'ladi-da boshqacha. Assalomu alaykum akam, yaxshimisiz? Charchamadingiz? So'ramadigan bo'yin haqida. Yo'q. Nechta bor berdi aka? 6 ta 8 ta bor. 8 ta. Bari qo'zimi? Bari qo'zi. Bitta chori, sarig'i chori bor, qolgan hammasi qo'zi akalarim mana. Nech bilan so'rayapti aka, so'radim o'zi. 6,5 milliondan bir joydan 6,5 dan bir joyda. Yo'q. Narigi 12 millionga so'radi. Yo'q. Ikkalasini 12 millionga. 17 million. Ha, 17 ga. Ha, bo'ldi, barakasini bersin aka. 17 millionga. Amaki shuni o'zini qancha qildi? Bunga xaridor yo'q. Yo'q, buni so'rashmabdi akalar. Assalomu alaykum akagiram. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamadingizmi? Quloq tozdan buni? Qulog'i tozdan. Nima qildi? O'zi qo'shqonimiz akalar. Nech pul so'radi? 7,5 so'radi. 7,5. Bu so'r bilan chatishyapmi? So'r bilan chatish. Arasham bilanmi? Men hech arasham emas-da. Endi ana bir xil ovoz komment yozishadi ukajon, sariq molim bor, arashamni qo'yishadi. Bu aka ham hazil qildi. Qancha qildi dedingiz? 7,5 so'rashdi. 7,5 ga yo'q.
Kelismi sürsa beraveramiz. Ana sizga 7,5 ga yo'q akalar. Barakasini bersin aka. 7,5 ga yo'q, 8 ga qo'shsa beraman debdilar akam. Endi bilmadim. Xo'sh, kichkinarini ham bir ko'rsataylik. Qani kichkinachilar ham bor ekan. Assalomu alaykum. Bo'yakalar yaxshimisizlar? Egasi kim? Sizdanmi? Assalomu alaykum. Mana egasi bor ekan, o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bu ko'rsataymi? Al qo'y, hammasi meniki. Nima bo'lyapti bular? Bular nima bo'ldi? Bularmi? 3 milliondan so'rayapti. 3 milliondan. O'zi qo'chqorchaladi. Ha. Voy. Yaxshi so'rabdi-ku. 3 milliondan. Men hozir hech deyishni bilmay qoldim aka. 3 milliondan so'ragan. U taraf so'ragan bo'lsa, sal Taraf video bo'ling-da. Yo'q, mayli, men endi bu tarafni so'radim-da. U tarafda aytyapsizmi? Bitta. Akajon. Men shunday o'tib ketishaqqa bismillah. Voy jonim. Assalomu alaykum boy aka. Charchamadingiz. Bitta bozor ko'rsatib so'rang. Hozir mana. Akalar, Osiyo bozorimiz mana shunaqa bo'ladi. Bu tarafimiz mana mol bozor, bu taraf qo'y bozor. Odamni o'zingizdan ko'ringlar. Lekin bugun odam kam bozorda uni ham hisobini olib qo'yasizlar. Endi biz ichkariga tushamiz. Assalomu alaykum. Qarang, mana sifatiga qarang, buni sifatiga qarang, buni hadi sifatiga. 3 milliondan lekin o'zi qo'chqorchalar hammasi. Nechta bor donaga? Bu yerda 59 ta. Narxi qo'ri ham bizdan. Aha. O taraf ham sizdan. Bu taraf ham sizdan. Bu ham bizdan. Ana. Lekin bu taraf sal ko'zimga kichkinadek ko'rinyapti. Balki kichkinasi ko'p deymi? Kattalar dumini ko'tarilmay yotibdi-da. Ana turibdi. Turg'az. Yashing. Chiroyligini qarang, ko'zlar chiroyli. Akajonim bilan chiroyli ko'rinaveradi. Puli sal qiynayapti-da, xafa qilyapti-da. Ya, o'bshi bir yerda bo'lyapti-da. Pulni talashamiz. Realni 3 milliondan qildi. 3 milliondan bermadik. Bermadingiz. Uyda 100 ta bor. Aha. Bular sal kattarog'i. Uyda turibdi hozir. Kelishtiramiz. Akalar, bozor shu. Qo'rada biz hali bozor endi boshlandi. Ko'ring, qiziqqanlar telefon qilib gaplashib savdo qilaverasizlar. Ayting nomer. 209 mi? Nomer ayting, nomer. 97 209 2257 qiziqqanlar, ko'ringlar, savol javobini telefon gaplashasizlar. Ko'proq dastlabkasini ham gaplashsa bo'ladi, akalar. Dastlabkasini ham kelishsa bo'layotgan joyi bor. Telefon qilasizlar. Charchamang, uyda nechta bor? 100 ta kattasi bor. Bu 100 ta kattasi. Ha, bo'ldi. 100 ta kattasi bor. Kelishib olamiz uni videoda. Narga alodan ham bor uyda. Ha, undanmi? U o'zimizning shu Mesni. Bular omon keldini qo'zilar. Bo'ldi. Barakasini bersin. O, Sardor ana o Forish omon keldiniki akalar. Arnasoy Forish omon keldiniki. Barakasini bersin. 3 milliondan bilmadim akalar. Bozorda bir ko'ringlar. Uydan qo'yganimiz solishtiringlar, hisob kitobini olinglar. Bilaman, bozorda ham sal qimmat sotqisi keladi, uyda ham bar olarmon arzon sam deydi, sotarmon qimmat sotsam deydi. Amak sizdanmidi bu? Yo'q. Egasi kim? Akalar, egasi kim ekan? Assalomu alaykum. Aka sizdanmi? O'zi ko'rsatmayman. Bular bari yakka ekan. Yashing. Tishi nima? Qo'chqarmi? Shak. Ha, qo'chqorchalar. Endi bir bitta ko'proq o'rnabdi. Akam ona bola o'tirardi-da, o'sha akam bilan adashtiribman sizni. Ishak qo'chqorlar. Yashing. Necha puldan qildi? Bermaganingiz. Bermaganimiz 43 dan qildi. Qayerda mosh? Anaqasi bular? Moli. Zomin. Qayerniki? Tog'dik, ha? Zomin, tog'dik akalar, ishak. Mana sizga. Nechta bor dedingiz? 33 ta. Qanchadan bermam dedingiz? Men esimdan qolmayapti. 43 dan. 4 million 300 mingdan yo'q. Quloq tozdan, xudo xolasa. Quloq tozdan akalar. Yaxshi, ana qurbonlik ham olaman desalar, endi bilaman, hali boqish kerak uni. Gaplashsalar ham bo'lekin. Gaplashsalar ham yurganda qo'y boqqanida. Dalaniki. Telefon qilasizlar, qiziqqanlar, aka nomini olasiz. Borishimi yo'q aka? Yo'q, bor. Dehqonchilikmi? Realni? Men sizni endi uncha ko'rmadim-da bozorda. Endi balki endi ko'rishib qolgandirmiz balki. Yo'q, dehqonchilik. Dehqonchilik. Endi men ko'proq dehqonlarga qo'yim keladi. Sababi olarmodan bar dehqonlik olsa. Bilaman, olib sotar ham bor. Olib sotardigan ham qo'yib beramiz vaqtida. Sababi kimdir aka olib sotarda xohlaydi. Ana uzoqdan kelayotgan vodiylar akalarim bor, dehqon topilmasam olib sotardan olaman. Zato ishonchli bo'ladi, 1-2 so'm nari bersin, kelishib olamiz deyshadi. Nomer ayting, qiziqqanlar telefonga gaplashib qolgan. 99 074 0096. Uyda qancha bor? 500 ta bor.
Akaga telefon qilsa savdoni uzay qilsin. Noldan bo'ladi savdo baribir. Ko'rishib. Qo'zilari ham bor. Yashang, necha oylik bo'ldi? Ha, bu bulturgilar. Aha. 11-12 oylik. Bo'ldi. Akalar qiziqqanlar qo'zilari ham bor ekan, telefon qilasizlar. Aka, charchamang, o'zingiz his qiling. Endi mana bularni qaranglar. Qo'zi sezon boshlandi, assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Mana sizga. Nima bular urg'ochi erkak? Xo'p, aka, xo'p. Erkak urg'ochi? Bari ikkita urg'ochi, qolganlar erkak. Yashang, nima bo'ldi? Quyuq-suyuq ichida. 27 dan deydi. 2.700 ming qildimi? Bermadingizmi? Mana akalar sizlarga 2.700 dan berilmagani. Endi sotarman odam bizni aldashi mumkin. Plus minusini olasizlar akalar. Men hech kimni aldoqchiga chiqarmoqchi emasman. Chunki ustida turmaganmiz. Bozor nima qilganini, hech bir qilganini bilmayman. Mana. Qiziqqanlar ko'ringlar, telefon qilinglar. O'sha boya aytganimiz, ya'ni uydan qo'yganlarimizni qimmat deganlarga akalar mana bozorimiz. Bozor shunday, plus minusini olaverasizlar. Islom yaxshimisan? Shunaqa masala echasi. Barakasini bersin, barakasini bersin aka. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Aka nima so'rashdi? Assalomu. 3.5 dan bozor qilgan-a? Qo'zichalar, qo'shqo'chalar. Yashang. 3.5 dan ko'ringlar endi mana. Barakasini bersin. Aka rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli aka, yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Nima so'radi bozor? 2 million 900 so'rash. Bermadingiz. Qo'shqo'chalar. 2 million 900. 2 million 900 qildingizmi? 25 kun o'tib bering debdim. Bir joyda. Ha, bir joydan короче 22 million 900 dan 25 ming har biriga chekiga o'tib bersin dedingiz. Aka bering. 3 million so'rayapti. Voydod. Charchamaylar ekan, barakasini bersin. Akalardan bezovta qilmaylik mana. 29 dan chekini o'tib bering aka debdilar. Barakasini beraversin. Mana uylanayotgan ham Amakijon assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Tinchmisiz? Nechta bor? Parozasi 40 ta. Nechta? o'tib beringlar bo'lmasa. 40 ta deysizmi? 7 ta. 7 ta. Nechi pul bular? Qo'shkilik bo'lsa, sizga yalinmayman. Baraka o'ynab qo'ydim. Bo'ldi aka. Baraka. 3 million 900 ming baraka. Xo'p baraka o'ynab. Nechi puldan amaki? 39 dan deyapti. 39 dan yo'qmi? 39 dan yo'q. 12,5 million edi oldingmi? Yo'q, hali ko'rganim yo'q. Ko'rmadim-da o'shani, men qidirdim, ko'rmadim. A chiqib qoladi. Barakasini bersin amaki. Mayli. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Charchamadingizmi? Nechta bu? 19 ta. 19 ta donaga. Bari qo'shqo'chalarmi? Ha. Nimadan bermadingiz? Nech puldan? Berilmagani. To'g'ri aytaymi? Ha, endi qarang. Ikkita so'rab yo'qlagan. Ha, unday deb meni. Ota bilan xordirasiz. Ha, shuni endi unday demay, yo'q, o'zan aka, o'zan ko'rsatmayman. Ana hech kim so'ramadi, qo'ya qoling, unday demay. Qanchadan so'rayapsiz? 3 million 300 da. 33 dan o'tib berasiz. Ha. Yashang. Dastlabkasi ham bor. Nechta bor bu yerda? 19 ta. 19 ta. Qayerda qo'ya? Shag'or. Zomin Bosh shahar. shahar, Zomin shahardagi akalar 33 dan akalar. Yana ham o'tib berayotgan joyi bor. Aka, men O'tib beraman o'g'il bolaga. 27 dan bir joyda hammasi. Cho'skoy tanishing yo'qmi? Yo'q akajon, yo'q, endi aka siz ham 3 million 300 ming dedingiz, hech kim ishlatsa demadi-ku. Men sizga xafa qilmoqchi emasman. Bo'ladigan qilib aytdim-da. Yo, endi dastlabkasini qilib berasizmi? Ha, bo'pti baraka to'g'ri. Kilik qilib berasiz pul demaydi. Joning sog' bo'lsin aka, 27 dan berasizmi? 27 dan qanchadan beramiz? Qarang aka. Shunday deb aka. Qarang akajon. Men past ko'rish niyatim yo'q aka. Savdoni o'zlari qilish. Hozir menga ukajon 2 milliondan sana, davay san uchun beraman desam, men bera olmayman. Sabab pulim yo'q aka. Unaqa. Men endi obunachilar uchun talashaman ozmoz. Demoqchi bo'lganim aka bizni vodiydan ko'rishadi. Xorazmdan akam telefon qilyapti. Hozir mana Xorazmdan akam telefon qilyaptilar. Ya'ni ko'rib turibdilar o'zlari. Xorazmdan bor, Qoraqalpoqdan bor, vodiy bor, Qashqadaryo, Surxondaryoda akalarim ko'radi, kelyapti bizlar orqamizdan. Shu yerda ko'rib. Demoqchi bo'lganim aka pulni sal yengil qilib aytaylik. Kelsin, olsin, ketsin, eg'ini kelishaylik. Siz uchun bo'z 50 1 million so'm o'tdi meni. O'g'il bolaga. 50 minglik qadrimiz bor 1 aka. million so'm o'tyapman aka. Bu toqqa mazza qilyapsiz 1 million. Bormi yana uyda? Bor. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Olganman meni. Siz ham olgansiz. Yolg'on gapirish haqqim yo'q. Topib beramizmi yana? Topamiz. Gap oladi o'g'li kerak. O'zim bilan qo'shib o'tiradilar. Nima deysizlar akalar? Yana yesichi aka topib berishadi. Bilaman. Bitta undan bitta bundan ko'ringlar. Variant-ku yoqqanida telefonga gaplashib savdolashib ko'raverasizlar. Ayting nomer aka. 99. Aha, 99 431 431 01 01 07 07. Adresingiz? Zomin Qayeri? 62. Zomin 62.
62 kimdir 500 deb biladi. Dashtabodda boy-bovam qurib bergan, masjiddan o'tgandan keyin. O'sha masjid bizni mahallada. Yashang. Boy-bovam qurgan haqiqatan. Boy-bovam umri uzoq bo'lsin. Zo'r masjid bo'lgan. Barakasini bersin aka. Rahmat, charchamanglar. Ozod Norbekov Jizzax Chorvoyozga chiqadi. Kechga chiqadi soat 6 da. Ko'p qo'yinga ochib berganmiz aka. Narxi nima bo'lyapti aka? Qo'chqorchami? 32 dan akalar, hammasi bir joyda mana. Bilmayman, o sonini bitta so'raveramiz. Borki bular sanashga men ulgurmayman baribir. U taraf, bu taraf bir xil akalar. U taraf kattadan pasayib kelgan. Aka donaga nechta? 30 ta. 30 ta. Yashang. 32 dan qilishyapti. Qayerdiki? Haydarko'ldiki yashang. Ana qaysi tarafdiki? Forish tarafdikimi, Arnasoy tarafdikimi? Arnasoy tarafdiki. Yashang, ana Dukri nima edi? Krasniy Morsmi? Barakasini bersin aka. Rahmat. Aka nima so'rashdi? Assalomu alaykum. 28 so'radi. Qo'chqorchalar. 28 qo'chqorchalar. Barakasini bersin. Voy, havo isidi. Quyosh chiqdilar havosida. Bilasizlar, yomg'irdan oldin havomiz bir isib oladi. Sababi yomg'ir yog'ish uchun. Hozir jala bor deyishgan, endi bilmadim. Ob-havomiz xudo xolasa to'g'ri bo'lsa jala bor bugunga. Mana bularga qaranglar. Egasi kim akam? Mana akanikimi? Bo'ldi. Eshitmadingizmi narxini? O'zi ko'rsatmayman. Yo'q, eshitib ko'rmadingizmi? Endi momoda просто akam, bo'ldi. Bu akam qimmat aytmasin, narxini eshitmadingizmi? Akam qimillamay turing, siz oldingizga ketyapman. Ana sizga qo'chqorchalarimiz. Assalomu alaykum. Rais charchamadingizmi? Nechta bu? 65 ta. 65 ta. Yashang. Bari qo'chqorchalarmi? Hali savdosi bo'layapti aka. Qanchadan? 29 ga yetmayapti. 2 million 900 ga ozmoz yetmayapti. 25 mingmi? Chekini pul yetmayaptimi? Chekini pul yetmayaptimi? Yashang. Bari qo'chqorlar. Shunday. Oydot mana. 29 akalar 2 million 900 mingdan. Olib beraveramiz cheklanmay. Barakasini bersin. To'g'ri berish xizmat aka, qarang. Puli yengilroq to'g'ri bersangiz zo'r bo'ladi aka. Chunki bizda olorman ko'p. Xudo xolasa bu yil aka bir 10 mingga yaqin qo'y o'tkazmoqchi biz odamlarga. Xudo xolasa. O'rtada biz tursak, xudo xolasa biz xursandmiz ana shu obunachilar bizdan o'tkazdi. Shunday. Qayerdaki bular? Sayxandagi. Akalar Sayxanda Jizzax Pervol bilganlar bor, bilmaganlar bor. Yangi City domla qurildi ana shu joyda, atrofidagi mahalla. Men bitta aylantirib ko'rsatib keyin sizga kelaman yana. Mana. O'zlaring bir ko'rib olinglar. Nima deysizlar? Topib berayotgandan bitta nomer qoldiraymi? Qiziqqanlar gaplashib olasizlarmi? Qiziqqanlar. O'sha gap sizlarga variant. Bu bo'lmasa boshqasi bo'lmasa boshqasi. Bitta telefon qilib kelishmaysiz, olaverasizlar. Ayting nomer. 99 567 0202. Telefon qilasizlar. Ichkari kimdan? Aka sizdanmi ichkari? Assalomu alaykum. Qo'chqorchami bari? Aralash. Nechtaga nechta? Bilmaysiz, yashang. Qayerdiki? G'allarol. Qo'ytosh. Voy, Qo'ytoshda o'zdanmisiz? 5 tong. Ziyod akamni taniysizmi? Avtobuschi? Shirka bor-ku, Juram. Shirka, ko'ryapsanmi meni? Ha, betingdan buzilgur. Yozib turgin. Nima qildi? 32 dan so'rayapti. Bir joyda. Bermadingizmi? Yaxshi-ku akam. 32 dan. Endi urg'otsa ham bor ekan, hammasi qo'chqorcha bo'lganda 3,5 dan ketardi lekin. Bir gap bo'lar. Barakasini bersin akam. Charchamang. Bormi yana uyda? Nechta? 120 ta. Urg'och erkak? 90 ta erkak. 90 ta erkak. Sotamizmi? Ular qanday bo'yingni? Kattami shunday ham o'laymi, bundan kattaroqmi? Bundan kattaroq. O'zingiz ham ko'rsatyapman, rozi bo'lasiz. Bo'lmaydi endi, anaqa emas-ku. Ayting nomer. Nomer ayting. 99 335 62 Dastlabkasi nima qilamiz? Yo, dastlabki yo'q. Dastlabki yo'q. Atrofdan mashina topib berarsiz, hech bo'lmasa vodiylar akalarim kelib qolsa. Atrofdan mashina gaplashib berarsiz arzonroq qilib. Bo'ladimi? Chiqadimi? Akalar dastlabkasini kelishlarida akam sizga arzonroqqa mashina topib beradi, unisini ham gaplashib qo'ydim. Qarang, menga nima chiqarib berasizmi? Men uyalmay so'rayman. Menga hech bo'lmasa bir 30 ming 40 ming pul chiqarib berasizmi donasiga? Misol. Bu 100 ga chiqarmasiz. Yo'q, qo'ymang. Yo'q, nima ya? Sotamizmi? Aka, men sizga klient topib beraman aka. Sotaman lekin. Qaranglar, dastlabkasini kelishasizlar. Menga chiqarib berayotgan haqqini akani o'zingizdan olasizlar. O'tib berasiz chiroyli. Meni haqqim bilan bularga o'tib berasiz. Rozimisiz? Qo'yib yubordim aka. Dehqonchilik akalar telefon qilasizlar. Ana uni savdosiga ulgurmadik, ular bilan bo'lib turib, ana savdosiga ulgurmadik, hozir ko'rsatamiz. Boy aka, assalomu alaykum. Aka, mana assalomu alaykum. Otaxon, yaxshimisiz?
Bola so'rgan qo'y hammasi. Akajon 3 minut ulgura olmadim, erta qo'yib ketdim-da. Qarab turdim endi siz qarab turdim, sal qattiqroqlik qilasizmi desam, yo'q, sal bugun aka bo'shab qo'ydingiz. kecha 6 oy o'tirish. Asal, yo'q, o'zi tushmayapsiz aka. Nechta ketdi aka? 40 ta ketdi. 40 ta. Nima bo'lyapti? Soq chori panja. So'q, chori panja, urg'och hammasi. Bozor bosh tashladi aka. Yashang. Nech puldan ketdi? Ehtiyot bo'laversin savdogarlar. Nech puldan ketdi? 4.200 dan bo'ldi. 42 dan. 4 million 200 mingdan. Qayerga ketyapti bu? Mana 15 kun oldin aka qo'ylar 4.5 4.600 deydi. Aha, qayerga ketyapti? Forish tumani. Forijga. Savdogar oldi. Barakasini bersin, barakasini bersin. Ya o'zlari ayirib. Joningiz sog' bo'lsin mana. Aka Forijga qayerga ketadi? Forijga qayerga ketadi aka? Aka Forijda qayerga ketadi? Ilonchigami? Barakasini bersin. Ilonchiga. Zo'r. Ana yo'lda usti. Barakasini beraversin. Qayerda ko'rsatamiz? Ichkarida ona bolani ko'rsatamiz. Bir ikkita akalar ham ona bolani so'rashyapti. Bir ikkita akalar ona bola so'rashadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rais ichkari kimdan? Ichkari sizdanmi? Nech pul bo'lyapti ona bolalar? 5.5 million. 5.5 million. Onalar qara ekanda. Ana bir ikkita tumshuq oqarganlar ham bor ekanda, ko'proq qarin tumshuq oqarib qoladi ekan. Bolalar nima? Bolalar hammasi qo'shadi. Hammasi qo'chqorcha. 5.5 dan, plus minus. Tishchi onalarda? Shular yaxshi, ikkinchi turmushi. Ikkinchi, uchinchisi, bo'ldi. Barakasini bersin. Ikkinchi, uchinchi debdilar akam. Endi mayli, barakasini bersin. Charchamang. Ho aka. Assalomu alaykum. Bo'ladi. Qayerda? Nechta? Ko'pmi? Shunga yarasha? Biraylarda qoladi, biraylarda keyin. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin aka. Nomer o'sha yerda ishlab turadi aka. Telefon qiling, isholmasa SMS yozasiz. Mana shu yerda nimadir janjalga o'xshagan hangama ketyapti-da. Kimdir zo'r hangamani boshladi. Ana, topdim. Ketdi. Bo'y. Mana uni hangamasi 3 million 200 minglik. 3 million 200 minglik. Mayli. Yo'q, o'zlarini olamiz. Gap deyishding. 32.5 dan 200 ming so'm ota bolaga 100 ovqat olib qo'y. Yetti pul. Ovqatni o'zim olib beraman, chayni o'zim olib beraman. Voy! Gazizda yo'q. Yo'q, qo'yaqa endi bor. Yo'q. Maydajon. Qo'yaqa. Buniyam bir qaysanligi. Qo'yaqa, aytyapman-ku shu. Chiroyli. Sen 1 million so'm. Sen 1 million bilan bir bola qalb o'rtadan. Qo'yaqa bering aka. Hisobga to'g'ri 1 million so'm. Ayyana qopirtishib ko'tarib. Bo'ldi bobbar aka. Bering. Mana shunchasi aka 3 million 200 dan yana qanchadir kam. Pul 1000 so'm ham zarar, 10 ming ham zarar. Qo'yaqa ham 1 million so'm. Bo'ldi, baraka. Bo'ldi, baraka. 1 million so'm. Yo'q, qo'za endi. Qana sherali. Bir marta shu 1 milliondan olsa sotaman deb o'tiribdi, sizdan shu 1 millionni bir tiyin qo'shmayman deb o'tiribsiz-da. Hozir nima sen aytganda qancha raznica qilyapti? 200 ming so'm. 200 ming talashyapti. Bo'ldi 100 mingdan bo'ladi. Yo'q. Az boring. Bo'ldi, bir o'rtalayveramiz. Ya bering. Muzaffar aka bo'ldi o'zing. Bo'ldi, 40 dan bo'ldi, bor aka. Sizga boshqaga yo'q. Shimni ko'targa. Gapga quloq sol. Uyga olib borib shurt ishlaysan. Qancha? Mashinani qana? Rais bu qanchadan bo'ldi? 32.5 dan bo'ldi. 32. Yo'q, 32 edik-ku. 40 dan. 32 dan. Bo'ldi. Barakasini dastlabkasi ham ichida. Dastlabki hammasi ichida. Charchamang. Ana bir pas baqir-chaqirlaring qo'ydim, rozi bo'lasizlar, o'zing ko'rmanlaring. Charchamanglar. Zo'r. Ana sizga akalar, savdosi ko'rdilaring. Ketamiz. Egiz bolalari bordi, ko'ryapman akalar, egiz bolalarni ko'rsatamiz. Akam отдельно ajratib qo'ydi. Akam egizmi bolalari? Assalomu alaykum. Nech pul qildi? 7.5. Bermadingiz. Bolalari qo'chqorcha urg'ochi? Ikkalasi ham. Barakasini bersin. Ona nechinchi tug'ishi? Yo'shan hali. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Kipal akamdan. Bo'ldi. Ana sizga. Assalomu alaykum. Akaga ham yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bardamisiz? Nima akam bular? Qo'chqorcha urg'ochi? Bari qo'chqor. Nech pul? Bir joyda 3.5 milliondan so'rashdi. Berilmagan, ha? Ha, berilmagan. Bir so'm 2 so'm nari bersin, gaplashaveramiz. Gaplashaveramiz. Ular kashdan barisi. 35 dan yo'q akalar. Hisori Qo'chqordan qochgan, Kashdan. Mana sizga. Barakasini bersin. Qayerdagi akam? O'zimizni. Jizzaxga. O'zimizni Jizzax. Barakasini bersin, charchamang akam. Salomat bo'ling, rahmat. Ichkarida ham bor ekan hali akalar, mana.
Ichkari baraka bo'ldi, menimcha ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akalar kimdan bu ichkari? Boyvosizdanmi? Assalomu alaykum. Voy, pullarni sanayapsiz ham. Adashtirib yubormaydi dedim. Mana sizga. Oq sotildi. Qanchaga ketdi bu? 2 million 800 ga. Barakasini bersin, barakasini bersin. Ichkari sotamizmi ichkarini ham? Ichkari olindi. Olindi. Qayerga ketadi, aka xudo xolasa? Qashqadaryo. Voy dod, barakasini bersin. Bizdan ko'rib kelmadingizmi? Sizni ko'rib kelsak Aka qarang. Sidqidildan qanchadan oldingiz? 23,5 dan. Qo'chqorcha urg'ochi? Urg'och Hammasi urg'och. Mana hamma sog'liqchilar akalar 23 dan baraka bo'libdi. Barakasini bersin Qashqadaryoga Tarozolga ketadi. Tarozolda qaysi mahalla edi? Qaysi qanaqaydi? Ko'kdala, ha? Ko'kdala. Egalar ko'p borib turamiz, lekin radar izib yurar ekan borku. Ana o'lsin. Aka faqat silada ko'rmadi mana 100 zinakni. Qolgan hamma joyda bor. Silada faqat 70 zinak. Barakasini beraversan. Qarang. Realniy o'zingiz uchun aka. Ana u bir xillar aytishyapti, ko'jon haqiqatan Jizzaxda arzon ekan debdi. Endi bilasiz, bozorimiz ana u ko'k dalada ko'k chiqsa, ya'ni o't ko'proq o'ssa qimmat bo'ladi, sal tushadi, qaytsa, bilasiz. Shu kunda mana bugun 3-may kuni syomka bo'lyapti. O'zingiz uchun qanday bozor? Bozor yengil bugun. Yengil ham? Bozor yengil. Kechaga qaraganda. Pastiyani kelib turasiz. Bo'ldi. Ana akalar, endi o'zlarini ko'rsatmayman, xafa bo'lmanglar. Endi bir xillar ko'rsatsin deydi, bir xillar yo'q deydi. O'zlaridan so'radi, yo'qdilar. Akam shuning uchun rozi bo'lasizlar mana. 2 million 300 mingdan ko'k dalali akalarim uchun bizning bozor arzon. Qolganini o'zlaringiz kelib ko'rib gaplashib bilan. Aka, rahmat, o'zingiz his qiling. Salomat bo'linglar, rahmat. Mana sizga Qashqadaryolik akalarim. Barakasini bersin. Aka, ona bola egizingizmi? Yo'q. Bittasi egizmi? Bittasi. Assalomu. Qaysi biriniki? Bunikimi? Ana shu birinchi. Yashang. Nechi pul? Birinchi tug'ishimi? Bolalari nima? Bolalar 2 oylik. 2 oylik. Voy dod, mazza bo'libdi-da. Nechi pul? 82 ga so'radi. Bermadingiz. Sal qo'shsa beraveramiz. Sal qo'shsa berasiz. 8 million 200 ga yo'q akalar, birinchi tug'ishi ikkalasi ham qo'chqorcha. Bozorda berib ketamizmi yo chamani qilmasa o'qitamizmi qaytarib uyga? Hayır, tashbihimiz o'qitamizmi? Ya demoqchi, yo'q, tushundim. Demoqchi bo'lganim aka so'ramayaptilar. Men endi savdoni bizni qo'ymaydi deyman. Yana bir pas so'rayapti bu. Bizdan bitta klient mobodo telefon qilib qolsa, bitta ujini ina bola bo'lsa ham olaman desa, nomeringizni bering, ina bola so'raganlar bo'lib qoladi-da. Bizda ikkita egizdi. Ayting. 77 lik. 77 099 099 1935. 1935. Egizliga telefon qilaverasiz akaga. Aka, barakasini bersin. Rahmat. Bosing, hech narsa qilmaydi akajonim. Bexijolat. Qaysi birini savdosi aka? O'zingiz ko'rsatmayapman. Qani egizi? Nechi pul? 10 million. Yashang. Bolalar nima? Erkak. Nechinchi tug'ishi? 3-chi tug'ishi. Barakasini bersin. Ikkita bola erkak 10 million. Akam ertalab 1 litr, kechga 1 litr sut beradi, hazillashib qo'ydilar. Barakasini bersin. Assalomu alaykum akam. Egasi kim? Assalomu alaykum. Aka sizdanmi? Nechta bor bu yerda? 30 ta erkak urg'ochi. 8 ta urg'ochisi bor, qolgani erkak. 22 tasi. Nech puldan quyuq suyuq? 3 dan kam qilib beramiz. Nech pul qildilar bozor? Bu 27,5 dan qilyapti. Ha, yo'q, bermayapsizlar. Ha, endi o'zi ozmoz qolibdi-ku. O'sha gap savdolarni bersin, charchamanglar. Mana 27,5 qilishyapti hozir. Akam 3 dan ozmoz pastga tushsa beraveraman deyishyapti. Endi bilmadim. 8 ta urg'ochi, qolgani erkak. Mana. Barakasini berib tashlasin deymiz-ku. Aka nech pul qildi ikkalasini? Assalomu alaykum. 8,5 bermadingiz. Qo'shqo'shalar. Shumi, ana cho'ponni kattasi. Doyali qilgan shu. Barakasini bersin aka. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Chiqadi. Assalomu alaykum. Akaga ham egasi kim? Assalomu alaykum aka. Hammasi. Yashang. Qo'chqor hammasi. Yashang. Tishi qo'zimi? Qo'zi. Hali hammasi qo'zi. Nechta bor donaga ayting. Donaga bu yerda 20 ta bor. 20 ta bor. Nech puldan akam? Berilmaganini ayting. 4 million 500 mingdan bozor qilyapti. Quyuq suyuq ichida 4 million 500 mingdan. Yo'q. Katta-yu kichkina. Kichkinalarning o'zini qancha so'radi, kattaning o'zini qancha so'radi? Bir joyda so'rayapti. Ha, bir joyda so'rayapti-a? Ha, barakasini bersin. Zot kelib 4 million 500 mingdan yo'q. Ana zotga akalar. Dumbasi ham tikka ekan.
Mana. Barakasini bersin aka. Salomat bo'ling, rahmat. Charchamang. Bozor qanday bugun? Hozir zo'r. Bo'ladimi? Aloqa chiqaversin. Bo'ldi, xudo xohlasa. Nomer tashab qo'ying. Ayting nomer. Nechta bor, shoshmang, nechta bor? Ko'p tagi. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Dehqonchilik qayerdaki? Zomin 500. Zomin 500. Telefon qilasizlar, qiziqqanlar yana bor debdilar ekan. Nechta bor uyda? Donasini ayting. Chiqadi. Ko'p. Barakasi ketmadi. O'rtada emasmisiz axir? yo'q. Qarang, yo'q, o'rtada bo'lsangiz realni aytavering, ko'rdim, o'rtada emasligingiz sababi ana olarman odamlar ham o'shanga qilib ishini qiladi aka. Bo'ldi, mashina qo'z olaman desa ishtasi bor. Ayting. 93 93 217 217 0092. 0092. Aloqa chiqaversin. Barakasini bersin. Menimcha mana uni savdosi bo'lyapti. Bor toza chegini berma bor. Ya men qara yengil baraka bersam oldim Allohga tavakkal. Sotadi ko'nglingda bormi? Sotamiz. Bo'ldi bor. Va shu o'shani 21 dan berdim hozir. 21 dan oldim. Yolg'on bo'lmasin. Yo bozorligi bilan bozor qonun qoidasi bor-ku, bozorligini bilaman. Nech puldan qildingiz? 22 dan ustiga 200 ming. 22 dan 200 ming ustiga. Mana. Qo'shqo'shan baraka? Ikkita urg'asi. Ikkita urg'ochi, qolganlari qo'chqor. Barakasini bersin. Rozimisan? 2 million 200 dan yana ustiga 200 ming pul beraman deb aplatda debdilar akam. Sotarma odam yo'q deyshibdi. Barakasini bersin, hammani bozorini bersin. Xo'sh, ketdik. Ona bola so'raganlarga, akam bu ona bolami? Ona bola. Egizmi bolalar? Egiz aka. Yashang, nima, nechinchi tug'ishi? 5-tug'ish. 5-chi tug'ishi. Bolalari urg'ochi erkak? Erkak bitirgan. Bir erkak bir urg'och. Nech pul qildi? 8 million 300 ming. Shu turishiga. Bermadingiz. 8 million 300, 10 million so'm. Bolalarini qarang, bolalarini qarang. Onasini qarang, onasini qarang. Buning sal onasi xafa ekan-ku. Orqadan 10 million qildi aka. Endi menga qo'yib bersam, men uni olardim. Endi onasi sal xafa bo'lgan, faqat shunisi ham. Endi bari hammasi moliga qo'yga qarab. Barakasini bersin aka. Salomat bo'ling, charchamang. Mana sizga. Ona bola so'raganlarga. Akam bolalar yakka-yakkami? Ha, yakka. Nechi pul qildi, nima qildi? 12 million 300 qildi ekoni. Bir joyda? 2,5 ga 6 million. 62,5 ga 6 million. Erkak urg'ochi birinchi bolalari. Barakasini bersin. Rahmat. Bolalari bittadan akalar. Olindimi bu aka? Qanchadan? Yo, o'zi tushmayapsiz aka. 22 dan. Qo'shqo'shalarmi? Barakasini bersin. 22 dan. Zo'r. Barakasini bersin. Aka olindimi bular? Sotilyaptimi? Sotilyaptimi, olindimi? Qanchadan? 36 dan. Urg'och erkak? Hammasi, ha? Barakasingizni xayrga yetdi. Sarayliga. Rahmat aka. 36 dan Sarayliga ketadi, xudo xolasa akalar, hammasi erkak. Rahmat akam. Assalomu alaykum. Bular to'qlilarmi? Nech pul? 5,5 dan deyapman. 4 million 750 dan qilyapti. 4 million 750 dan bir joyda bermadingiz. 4 million 750 dan yo'q bir joyda. Barakasini bersin, rahmat. Aka nima so'radi buni? Assalomu alaykum. 73. Bolasi qo'shqo'rchami? Bolasi qo'shqo'rcha. Nechinchi tug'ish onani? 3-chi. Rahmat akam. 72, 73, 3-chi tug'ishi. Arqon nech pul? Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Sog'lasiz. Akaga ham assalomu alaykum. Bardammisizlar? Tinchmisizlar? Zerikmayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamay savdoni bersin. Ya, o'zarga mumkin emas. Rais voy nech puldan oldingiz? 53. Aytishning o'zini, urg'och erkak? Sog'liq. Qorinda yo'qmi? Xudo xolasa anonga g'alladan keyinga. Barakasini bersin 53. Tishim nima dedingiz? Panji qo'y. Rahmat. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlar? Qaysi bilan savdosi aka? Bir yerda bo'ladi. Oh, yashang. Nech puldan? 46 dan deyapti. 46 dan yo'q. Ana junlilardan tashqari ham bu yoq, ha? Juni yo'qlar. Juni yo'qlar. Bo'ldi. Erkak urg'ochi? Urg'och hammasi sog'liq. Bo'ldi. Barakasini bersin. 48 ga chiqdi akalar mana. Yo'q. Barakasini bersin. 48 dan yo'q. Voy, buni kim oldi buni? Assalomu alaykum. Nech puldan xudo xolasa? Assalomu alaykum. 2 million 200 dan 2,5 milliondan o'zi dastlabkasi qilib beraman. Voy dod, mazza emasmi? Nima bular? Erkak urg'ochi? Aralash, tutqi to'gildi. Ya, seriyozmi? 3 milliondan oldingiz. Qo'shqo'chalarmi bari? Aralash. Mana sizga. Barakasini bersin aka. Salomat bo'ling, rahmat. Charchamang. Ana. U prankada deymiz-ku. Odamni qaranglar.
Qo'zilar rosa ko'p. Mana uni amakim nech pulni olgan shuni so'rayman dedim. Amaki, assalomu alaykum. Aka, charchamadingiz, uzr. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nechta bor sizda? Nechta oldingiz? Shumi ona bola? Ha, mana hammasi sizdanmikan debman, bo'ylaysiz debman. Olayapman. Bo'ldi, charchamang. Sotiladimi yo endi oldingizmi? Ha, yashang. Charchamang. Ha, nima bo'ldi? Narxchi? 6,5 deyapti. 6,5 bolasichi? Bola urg'ochi. Urg'ochi. Yana bo'g'oz aka, qochib ketgan deyapti. Yana bo'g'oz. Ha, bo'ldi. Charchamang, rahmat. Rahmat. Mana buni qaranglar. Mana. Aka nima bo'lyapti bular? Assalomu alaykum. Nech puldan? 2,800,000. Bermadingiz. Urg'ochi erkak? Erkak bor. Hammasi. Bitta ham urg'ochi yo'q. Hammasi erkak. 28 dan, ha? 28 dan. Komment yozib ketasiz akalar fikrlaringizni. Qayerdan ko'ryapsiz bu bir? Sizni tarafda shunday qo'zilar nech pul bu ikki. Endi Jizzaximiz rosa hamma arzon deyishibdi, bilmadim. Ya'ni ko'rishasiz. Aka, charchamang. 18 beraman. 2 yil. Katta qo'z, qolma maydalar. Besalom. Nima qildi quyuq suyuq ichida? Bir joyda. Bari erkakmi? Bari surg'ochi, ana. Bari surg'ochi akalar 17 dan bir joyda. Akam yakka o'ziga 19 beraman dedi, yo'q dedi. Aka nech puldan baraka bo'ldi? 23 Erkak urg'ochi, ha? Urg'ochi. Bo'ldi, hammasi urg'ochi bo'ldi. Barakasini bersin. Barakasini bersin aka. Assalomu alaykum. Charchamanglar aka. Shunday qo'zingdan ziyod bo'lmasa, shoq qo'zingdan ziyod bo'lmasa, men shunday bermagan. 5 million bermagan nomar. Assalomu alaykum. Nech pul? 47 beraman. Ikkovini 47. Urg'ochi erkak? Erkak. Barakasini bersin. 47, 4 million 700. Aka rahmat. 47 million deyapti. Endi aka bozorda bilganingiz edi, uyda 5 millionga berardingiz. Barakasini bersin. Bozor shunday akalar. Assalomu alaykum. Nima deb aytdin hozir? 5,600,000 qildi. Bermadingiz. 6 kabi bor. Qo'shqo'rchami ikkalasi ham? Erkak. Zo'r. Mana ikkalasi ham qo'chqor. 5 million 600 ga yo'q. O'zi hammasi. Nech pul qildik ham? 29 dan. Qo'shqo'rchalarmi? Ha, 2 million 900 mingdan. Assalomu alaykum. Akagina. Assalomu alaykum rais bu. Bular kimlar? Nima qildi? 3 milliondan qilyapti erkak 10 ta. Kalkulyatoringizda cho'ta 2 million 800 dan 6 ta ko'rinyapti-da. Qaysi birini savdosi? Yo'q, biz bu yerda 8 ta edi. Maydasi. Bittasini yo'qotdi. Voy, mazza bo'libdi-da. Topolmayapmiz. Ana sizga. Bitta sotdik lekin 2 million. Ha, barakasini bersin. O'zi ular bari qo'shqo'chami? Nech puldan? 3 milliondan o'tib ham berasiz. Yo'q. Ha, 3 millionga yo'q. Ha, bo'ldi. Barakasini bersin. Charchamang, rahmat. Assalomu alaykum aka. 6 qo'chqar bitta savdochi. 6 million 500 ga. 6 million 500 ga. Barakasini bersin. Qashqadaryoga qarab ketdi. Qashqadaryo. Zo'r aka. Charchamaysiz. Qashqadaryo qanday ko'payib qolgan bozorimizda. Zo'r bo'ldi lekin, zo'r. Kelsin. Yana ko'rishaveradi xudo xolasa. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Nech pul ukagina? So'ravering. 2 dan kam bor deyapti. 2 dan kam bormi? Nima? Qo'shqorcha erkak? Hammasi. Barakasini bersin. Mana 16 dan yo'q. Aka rahmat. Ukajon nima so'radi? Assalomu alaykum. Bermaganlaring-a? Urg'ochimi? Ikkitasi qo'chqor. Ikkita qo'chqor, bitta urg'ochi. 24 dan yo'q. Barakasini bersin. So'radimi? 2 milliondan so'rayapti. Bermaganlaring-a? Erkak urg'ochi? Ishlasa. Ikkitasi erkak, qolgani urg'ochi. Rahmat. Aka, nima qildi buni? Nima so'radi? Qanchaga? Erkak urg'ochi? Urg'ochi. Barakasini bersin, 1,5 ga. Zo'r, rahmat. Zo'r, 1,5 ga zo'r. Endi mana bularga qaranglar. Assalomu alaykum. Bu yerda ekansiz, sizdan ko'rmay qolibman. Nechta? Qaysi birisizdan? 12 ta meni. Mana bu. Nima bular? Erkak urg'ochi? 6 ta erkak, 6 ta urg'ochi. 6 ta erkak, 6 ta urg'ochi. Kichkinalari bilan. Yashang, ha, mana bu taraflari bor. Nima qildi bularni? 14 dan qildi. Bermadingiz. Endi ko'sa beraman. Voy, bu ertalab bozor 10 turgan. O'shanga ishonib, hali ham siz chetda. Mana 3 ta Mongoliyani qo'yni ham olib qo'y. Ana, buni qaranglar. Nech pul bular? Erkak urg'ochi? Ikkita erkak, bitta urg'ochi. Barakasi bersin. Yo'q, men sizlar bilan aslimga ko'rishib ketaman faqat. Assalomu alaykum. Charchamadlaring tinch bo'lsa, assalomu alaykum. Yo'q, o'zing kuzatmayman. Xudo xolasa, ha, chiqaramiz. Qaranglar, nima bo'layapti bozor o'zlaring uchun.
qimmat, bugun qimmat Moliga arzon. qarab bo'lyapti. Yo, tushundim, moliga qarab, endi o'zlaring tushun. Bugunga sal yurgan. Bugunga sal qimmatlagana. Endi mana yomg'ir deymiz, endi baribir yana shu bir oyda keyin ketadi pastga qarab. Barakasini beraversin. Endi bari hammasi aytganlar endi moliga qarab. Ha, oldi 700 dan qo'shib beraveraman deyishyapti. Charchamanglar. Rahmat. Xo'p, mana bu ichkarini ko'rsataylik. Ichkarini assalomu alaykum. Ichkari kimdan ekan, akalar? Nima qildi, so'radim bozor. Bozor Oldingizmi? Oldik. Qanchadan? 2,5 26. Plus minus ha? Qo'shqo'shlar ham bari. Yashani katta qanchaga tushdi? Katta qiziq. Katta birovniki. Ha, bu xabaringiz yo'q, ha, plus minusini. Yaxshi. Maydalar. Yaxshi, barakasini bersin aka. Qayerga ketadi? Ular Sirdaryo havo. Havas, voy dod, barakasini bersin. Charchamanglar. Akaga ham assalomu alaykum. Bu kimdan bu? Oldingizmi buni? 10,5dan bor. Oling-da. Nima, erkak urg'uvchi? Hammasi, 13,5 dan erkak. Mana sizga akalar. Barakasini bersin. Ha, bo'ldi aka, zo'r bo'pti lekin. Rahmat. Assalomu alaykum. Rais, voy yaxshimisiz? Olindimi? Olindi. Qayerga ketadi? Namangan. Namangan. Voydoq, qayerga? To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'on. Charchamanglar, To'raqo'rg'onlik akalarim bormisizlar? Namangan, sizlarni ham kutamiz mana. Aka, sizdan videodan ko'rib kelgansiz, bilaman. Qanday o'sha realniy o'sha ishami? Yaxshi, zo'r. Ana bir xillar uka ko'rsating, ana arzonida qimmatlab qolibdi. Akalar chistosiga qarab ko'ringlar, iltimos sizlardan chistosini oxirgi chistolarini ko'rsalaring, realniy narxga to'g'ri keladi. Endi bir oy oldingini ko'rib turib, bugungi bozor bilan solishtirmaylar akajonlar. Qo'shqarlar bari? Qo'chqor. Nech puldan oldim dedingiz? 28 gacha. 28,5 dan 32 gacha akalar, mana hisob kitobini o'zlaring olarasizlar. To'raqo'rg'onlik akalarim, xudo xolasa bugun Jizzaxda mehmon. Aka, moshim bo'm dastlab kelgan. Если что, men tashqarida turgan akalarim bilan gaplashib qo'ydim men. Bir ikkita akalarim, ukajon borsa moshim bo'ladimi, yo'qmi deb tashqarida akalarim bor ekan, olib borib beramiz ukajon, pulni kelishamiz deyishdi. Bo'ldi, barakasini bersin akalar, kelaverasizlar. Dastlabkasini ham kelishsalar ham bo'ladi. Atrofda moshinlar bor, topib beramiz, xudo xolasa. Aka, rahmat, o'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat. Yaqinda erta 6-kuni xudo xolasa Vodiyga ketamiz, mehmon bo'lamiz yerda. Boraveramiz. Vodiyga xudo xolasa. Charchamang aka. Xudo xolasa 6-shiftada biz Vodiyda bo'lamiz akalar. Vodiyga mehmondorchilikka ketamiz. Aka kimdan? Olindimi? Assalomu alaykum. Ko'rsatsam maylimi? O'zlaring ko'rsatmayman, turaylik aka, bemalol. Nima bo'ldi aka? 250 mingga qilyapti. Ha, omonlaringizda. Sotilyapti. Ha, 2 million. Xudo, 2 million? 250 dan. 2 million 250 mingdan akalar. Bu qanaqa qo'yidan dumi bordi, shu oti ismi kelmayapti hozir. Mitsir aka. Ana bilmaslik bu. ha. Ana chatishgan akalar. Mitsir. Ha, chatishgan bo'ladi. Hozir qo'chqor urg'ochi? Bari qo'chqor. Bari qo'chqorchilar. Nech puldan qildi? 2 million 250 dan. 2 million 250 dan yo'q. Qo'shsa beraveramiz. Ya, jazmani biz shundan ham berib beraman aka. 2 million 250 dan akalar. Ana. Agar jazmani bo'lsa beraveraman deb turaman. Dumli qo'y. Hozir men ot ismi kelmayapti. Bir bola dirdi buni ham. Burada 23,5 dan bermadim. Bu yerda endi 2 million 200 dan qildi. Ana yo'lkira qilib olib keldim deng. Vaqt sarflab olib keldim. Yana arzonga berib bitaman deng. Men berib beraman. Ayting nomer. 95 deydi. 95 346 346 01 01 00. 00. Adres qayerda? Mana Navoiy kolxozi. Navoiy kolxozi. Akalar Jizzax Navoiy kolxozi bo'ladi. Qiziqqanlar telefon qilib aka bilan gaplashsalar ham bo'ladi. Ana u uzoqdan kelaman deganlarga dastlabkasiga mashina gaplashib beralasizmi arzonroqqa? Dastlabkasi ham bepul. Dastlabki ham qilib berishar ekan. Telefon qilasizlar. Barakasini bersin aka. Rahmat. Telefon qilasizlar. Bo'ldi aka. Voy ukajon olindimi? Nech pul? 87. Voy, ana ketishini qarayman. 87. Barakasini beraversin. Assalomu alaykum. 8 million 700. Nima bo'lyapti ular? Qaysizdan? Oldik bular. Nech puldan? 2 million 200 oldim. 2 million 200 dan ular. Erkak urg'ochi? Erkak. Barakasini bersin. Charchamang. 2 million 200 dan. Aka nima so'radi bozor? Assalomu alaykum. Bozor. 2 million 230 mingdan so'radi. Bermadingiz? Yo'q. 50 5 ta qo'chqorcha. Aha. Ozmas bo'lsa beraveramiz. Shunaqa. Hozir bermaganingizga ham o'ylab turibsiz. Shunaqa. Bo'ldi, barakasini bersin aka. Mana sizga. Telefon, kelaverasizlar xudo xolasa. Aka, rahmat. Aka nima so'radi bozor? Assalomu alaykum. Bozor nima qildi? Ha. Bir joyda 17 dan so'radi. Erkak urg'ochi Aralash. nechtaga nechta? 2 ta erkak,
7 ta urg'och. Ikkita erkak, 7 ta urg'och. 2 million qanchadan? 1 million 700 dan. Barakasini bersin, 1 million 700 dan. Rahmat aka. Ikkita erkak, qolgan urg'ochi. Qancha qildi akam? Assalomu alaykum. Nish bilan so'radi? Qarang, bermaganingizni aytavering bizga, chunki ana 1 milliondan desam men ola olmayman, chunki pulim yo'q. Sababi biz internetga qo'yib beramiz odamlarga. 17 dan. Barakasi bersin. Erkak urg'ochi? 3 ta urg'ochi, qolgan erkak. Rahmat aka. Mana narxlar tashishni boshladi. Narxlar tushdi boshladi. Mana bu yerdan ham ko'rsatib o'taylik. Amakijon, sizdanmi bular? Yo'q, yo'q. Egasi kim? Nechta bor? 20 ta. Nima bular? Erkak urg'ochi? 11 ta erkak. 8 ta urg'ochi. 10 ta erkak, 8 ta urg'ochi. Ha, 11 ta erkak. Nech pul? Berilmagani. Berilmagan 22 dan bermayman. 22 dan yo'q. Bir joyda, ha? 22 dan bir joyda yo'q. Barakasini bersin. 18 dan sotildi ana. Mana bulardan ko'rsatamiz. Rais bu olindimi bular? Nech puldan? 30, ha, 28 plyusiga yig'i. Qo'shqocha bari, ha? Zo'r, zo'r. Mana. 2 million 800 mingdan 3 million 100 minggacha akalar plyus minisiga. Barakasini bersin. Xo'sh. Ichkilarga o'tamiz. Ichkilardan ko'rsatmaganimiz qancha bo'ladi? Aka nima bo'lyapti ichkilar? Qanchadan bermadingiz? 3 million 300. Bu erkak urg'ochi? Taka. Takalar. Bularchi hammasimi? Barakasini bersin. Taka so'raganlarga. Rahmat akam. Assalomu alaykum. Aka, olindimi bu? Qanchaga baraka bo'ldi? 16. Urg'ochi adashmasam? Erkak. Barakasini bersin 16 ga. Zo'r. Aka, rahmat. Charchamanglar. 16 ga. Assalomu alaykum. Xo'rmanglar. Hamma yaxshimisiz? Ona bolalarmi? Ona bolalar. Nech puldan qildi? Hammasi bitta-bittan bolalari? Ha, bitta 2 million 100 mingdan. 2 million 100 mingdan. Bolalari erkak urg'ochi aralash. Erkak 2 ta urg'och. Nechinchi tug'ish onalarida? Mana ular birinchi tug'ishi, mana bitta 3 ta tuqqan. 3 ta tuqqan, qolganlari birinchi tug'ishi erkak urg'ochi aralash. Barakasini bersin. Rahmat, salomat bo'linglar. Ichki ham ko'payadigan vaqti. Akalar nima so'rashdi bozor? Erkak urg'ochi? Erkak hammasi 800 dan akalar mana. Hammasi erkak. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanchaga tushdi? 3 million 800 ming bo'ldi. Urg'ochi erkak? 4 million bo'lsa beraveramiz, urg'ochi. Voy. Ana. Ana sizga. Barakasini bersin. 38 ga oldilaring. Buchi? Ko'p, 1 million 700 ming. 1 million 700. Erkak? Ha, sarkacha. Barakasini bersin. Charchamanglar. Bozor qanday bugun? O'zlaring uchun. Bugun arzon aka. Arzon. Barakat. O'zlaring uchun. Ha, o'zimiz. Charchamanglar. O'zlaring so'qinglar. Rahmat. Xo'sh. Aka, assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Tinchmisiz? Voy, 55 minut video bo'ldi. Akalar 1 soatdan beri javra yuribmiz. O'sha gap. Like, comment, fikrlarni yozib bitinglar. Qolganlarini hisob kitobini olamiz. Mana boy akalarning puli sanayapti. Xo'sh, menimcha tugatamiz akalar, chunki kam kursiga rozi bo'lasizlar. O'zi 1 soatdan beri sherdamiz, ya'ni 3 soatdan beri salkam. Borini boricha chiqardik, ko'rsatdik, kam kursiga rozi bo'lar. Mana bu yerdan sotilganini ko'rsatamiz deymiz-u, endi ilojimiz yo'q bugunga. O'sha gap keyingi bozor xudo olsa yana video chiqadi. Salomat bo'ling. Kechki soat 6 da ko'rasizlar videoni. Ketdik.